Mamlakatda turizm sohasini iqtisodiyotning muhim strategik tarmog'i sifatida yanada rivojlantirish, sayyohlar oqimini keskin oshirish, yangi turizm obyektlarini tashkil etish, sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda mavjud ish o'rinlarini saqlab qolish maqsadida joriy yilning 15-may kuni Prezidentning 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal rivojlantirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra 2025-yil yakuniga qadar turizm sohasining asosiy maqsadi ko'rsatkichlari belgilandi. Dam olish kunlari yurtimizning qadimiy shaharlari, yangi sayyohlik lokatsiyalari mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan gavjum bo'ldi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xorazm vohasi o'zining qadimiy va betakror Xiva shahri bilan butun dunyoga mashhur. Ushbu eski qal'adagi har bir g'isht, har bitta obida tarix bilan aloqador. Ichan qal'ada bo'lgan kishi o'zini xuddi o'tmishga tushib qolgandek his qiladi. Bu shunchaki o'xshatish emas, aksincha ayni haqiqat. Shuning uchun ham mazkur manzil hamisha sayyohlar e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni bu jarayonlar shiddatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa respublika hududlariga 15,8 million nafar xorijiy turistlarning safarlarini tashkil etish, turizm xizmatlari eksportini 4 milliard AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan. Bundan tashqari ichki turizmga ham alohida ahamiyat qaratilgan jumladan. Prezidentimiz farmoniga muvofiq 2025-yil iyun oyidan boshlab O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini amalga oshirish uchun har oyning 2-shanba va yakshanbasi oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni etib belgilandi. Marra esa 40 million kishilik mahalliy sayyohlar. Buxorodan kelganmiz. 3 kun Hayit bayramiga dam olishga, Xivaga aylanishga keldik. Joylar yaxshi, chiroyli ekan. Kursdoshlarimizdan kelganmiz, yaxshi joylar ekan aylanishga. Xivani tarixiy majmualarni va obidalarni tomosha qilib sayohat qilyapmiz. Mana shu yoz davomida nasib etsa oila a'zolarim bilan kelishni niyat qildim. Bundan tashqari respublika miqyosida yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan sport musobaqalari g'oliblarining qo'shimcha ravishda O'zbekiston bo'ylab sayohat yo'llanmasi bilan taqdirlanishi belgilandi. Ayni yoz fasli, xususan dam olish kunlari Xorazm vohasining tarixiy maskanlari, zamonaviy turistik majmualar, so'lim istirohat bog'lari yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'ldi. Biz Qoraqalpog'istondan keldik. Bu yerga Ishanqal'aga birinchi marta emas. Tez-tez kelib turamiz. Oilaviy. Turizm xizmati yaxshi, taassurotlar yaxshi. Prezidentimizning farmoniga muvofiq har oyning 2-shanba, yakshanba kuni meni oilaviy va jamoa bilan sayohat kuni etib belgilandi. Mening o'yimcha bizlar siyoqli yilida meniki sayohat shemiylar ko'paydi. Xivaga tez-tez kelib turamiz. Bu yil 3-marta kelamiz. Kelgan sayin kelgimiz keladi, ko'rgimiz keladi. Restoranlarda da dim yaxshi xizmat et kutib oladi. Hammasi prezidentimizga rahmat. Hamma sharoit yaratib berib qo'yibdi. Niki bizlar uydan chiqdik, keldik. Qaytayıq desak, qaytqimiz ham kelmaydir. Hozir Buxoroga ketsekmi deymiz. Hozir sharoit yaxshi, tinchlik. Ne qalasang tayin, ulgursak Samarqandga boramiz. Xo'dan keyin arg'arib Toshkentga boramiz. Bu yil Xudo xolasa jazi menen qidiramiz Xudo xolasa. Rasmiy ravishda may oyining ilk kunida shaxsan prezidentimiz ishtirokida ochilish marosimi bo'lgan Ardaxiva ham bugun mahalliy va xorijiy mehmonlar bilan gavjum. Jamoamiz xodimlari bilan shu yangi ochilgan Ardaxivaga aylanishga keldik. Bu yerdagi yangi qurilgan inshootlar bizga juda ham yoqdi. Biz juda ham xursandmiz. Prezidentimiz tomonidan bizga ajratilgan shunday imkoniyatlar uchun tabiiy landshaft bizga juda ham yoqdi. Bugun mana kasbdoshlarimiz bilan kelgan bo'lsak, keyingi safar albatta oila a'zolarimiz bilan kelishni niyat qildik. Xorazmga har yil kelib turamiz, chunki bu yerda buvimlar yashaydilar. Bu kompleks juda zo'r ekan, ko'p ko'radigan joylari bor ekan, o'zimga juda yoqdi. Nemis tili bo'yicha juda qiziqaman. O'tgan yil Germaniyaga ham borib keldim. Goethe tomonidan tashkillashtirilgan ko'pchilik loyihalarda ishtirok qilaman. Germaniyada juda ko'p do'stlar orttirdim.
yoshlarni ham bu yerga chaqirishni niyat qilib qo'yganman. Ular ham O'zbekiston ko'pchilik shaharlarga katta qiziqish ham bildirishadi va O'zbekistonga kelaman deb ular ham niyat qilib qo'yganlar. Tabiiy landshaft, ayniqsa qayiqlarda suzish tashrif buyuruvchilarning qiziqishini yanada oshiryapti. Bir odamni ko'ngli yorishib ketadigan bir ajoyib yer bo'libdi. Odamga boshqacha bir energiya, kuch berar ekan. Mana keyingi vaqtda respublikamizning barcha viloyatlarida juda ko'plagan mana shunday yangi majmualar ochilgan, 2 tadan, 3 tadan, hammasi bir-biridan chiroyli, go'zal. Hammasini kezib chiqqin keladi, hammasida dam olgin keladi. Xudo xolasa nasib qilsa, niyat qildik. Bundan keyin demak, hamma yerga borib shuni ko'rishni, hordiq chiqarishni. Aslida butun mamlakatimiz bo'ylab sayohatga chiqishga sabab bo'luvchi maskanlar soni juda ko'p. Ularning har biri o'zining boy tarixiga yoki go'zal ko'rinishiga ega. Demak, siz ham O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling.